Kanal do'stlar, bugun biz sizlar bilan Survival'da ikkinchi qismi chiqyapti o'rtoqlar. O'rtoqlar, bitta ukam mana merimda bo'qib tashlabdi. Shuning uchun hech narsa demisizlar o'rtoqlar. Lekin videoni boshladik. Qaranglar, nimalar o'qib tashlagan, bu nima narsalar. Men temir qilichim bor edi. Unda boshladik. Va do'stlar, xo'sh, unda hech narsa qilmaganmikan? Nima? Sandiqni qilma axir. Yo'q. Nima, qayerda? G'alati. Mayli. Xo'sh, unda biz nima qo'yamiz? Men uyni oldidan narsa qurmoqchiman. Bu yana nimasi bo'ldi? Men paqirim qani axir. O'rtoqlar, nimalar tashlaganman-da? Pastga kovlab ketaylikchi. Bu boyagi narsa. Xo'sh, mashaqdan kavlab toshga yozgina. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Ya buni ukam qo'ygan. Bildim. Hozir ko'ramiz. Demak, pechda bir narsa bor. Xo'sh, menga tapur. Mana xirur sandiq. Xo'sh, karamga albatta. Nimalar bu? Bu yo'qda, sandiqda ichidan chiqqan. Bu meni sandig'im-ku. Demak, bir narsa bo'lgan bu yoqqa. Va bu yoqqa mayli, hech narsa bo'lmaganda. Lekin zo'r-ku bu. Endi biz o'rtoqlar, men lekin olganim yo'q. Iltimos, o'rtoqlar, mendan shikoyat qilmalaring. Ukam degan Savancho bitta youtuber, u meni ukam bo'ladi. Va unaqa narsalarni tintak. Xo'sh, menga nima kerak deyapsiz? Va endi men portal quraman. Bitta lava ham bor edi. Birinchi qismni ko'ringlar o'rtoqlar. Agar men qo'limda lava ham bor edi. To'xtang, stop. Va do'stlar, endi men bu yoqdan paydo bo'ldim. Men axir aytdim-ku, mayli, bug bo'lgan bo'lsa kerak. Biz endi nima qilamiz? Lava qidirishimiz kerak. Xo'sh, lava. Ko'rdilaring? Dirimlik. Va lava topganiga aytgancha. Bizda paqir, 15 ta paqir qayerdan keldi bu? Qolgani kerak to'xta. Bitta suv olasam. Bo'ldi, qolganini tashlab yuboraman. Men qornim och. Pecheniyem bor edi. Yolamiz. Bu mana pecheniyem bor ekan. Ketdik. Endi biz portal quramiz. Menda olmos kirka bormi ekan? Olmos kirka bor ekan.
bilgandim shu ukamdan chiqadi deb. Kim tanigan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lsin va kommentariyaga yozib qo'ysin. Samanchu nomi. Ama bu tosh bo'lmasin, tosh bo'lmasin-da. Shqilib. Endi buni qanday quramiz? Yehe. Va mana shunday qilib qo'ylar ekan. Endi buni olamiz. Va do'stlar, bir dona rom qilaman endi. Qilmas ekan, mana shunday qilsa lavalar qolmay qolar ekan. Shuning uchun men tag'romli qilaman. Va mana stop. Va ketdi. Namcha olmadsizman. Va mana boshlab oldik. Yaxshi. Ha. Tamamlar. İşte oralarımız. Kılıçlı işimizi. Gedde tamam. Sıkılmayacaktı. Mana keyin va maqsad yutdik o'rtoqlar, yutdik. Hamma xayr o'rtoqlar. Hozir 1 minut. Va hamma xayr o'rtoqlar, bugungi maqsadimiz tugadi o'rtoqlar. Birinchi qismini ko'rmaganlar birinchi qismini ko'rsin va hammaga xayr.